Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Nodirbek Ismoilovning Biologiya fanidan masalalar to'plami kitobini test tahlilini boshlaymiz. Bugun aynan DNK ga doir, ya'ni nuklein kislotaga doir masalalarni yechimini ko'rib beramiz. Bittadan namunaviy testni albatta. Va boshladik. Birinchi testi. DNKning bitta zanjiridagi nukleotidlar ketma-ketligi quyidagicha deb bizga berilgan va unga komplementar bo'lgan ikkinchi zanjirdagi ketma-ketlikni toping deyapti. Demak, birinchi zanjirni yoza olamiz. Nukleotidlar ketma-ketligini adenin, timin, guanin, sitozin, timin, adenin, sitozin, guanin, timin, adenin, guanin. Xuddi shu, demak bitta zanjir ekan. Biz Chargaff qoidasida bilamizki, har bitta nukleotidda demak komplementari bor. Adeninga timin, guaninga sitozin komplementari hisoblanadi. Xuddi shundan foydalangan holda, demak adeninga timin qo'yamiz. Ikkinchi zanjirni sintez yozayotgan paytda adeninga yana timinga adenin, sitozin, guanin, adenin, timin, guanin, sitozin, adenin, timin, sitozin. Demak, bu birinchi zanjirni komplementar ikkinchi zanjiri hisoblanadi. Bu javob endi xuddi shu ikkinchi zanjirga o'xshash nukleotidlar A javobda xato, chunki 3 ta timin turibdi. Va B javobda xuddi shunaqa zanjir turibdi. O'z-o'zidan birinchi testimiz B javob bo'ladi. Demak, bu birinchi testimiz. Endi ikkinchi testimizga o'tamiz. Ikkinchi testimizni birinchisi. DNK molekulasi tarkibida 1230 ta adenin bor. Shu molekula tarkibida nechta timin bor deyapti. Bu juda ham oson, chunki adenin soni timin soniga teng bo'ladi. Ya'ni adeninlar soni nechta bo'lsa, masalan, bu yerda adenin berilgan 1230 ta, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, timinning ham soni 1230 ta degan javob C javobda turibdi. Uchinchi testimiz. Uchinchi testni birinchisi. DNK molekulasining tarkibida 3125 ta adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, u holda timin nukleotidlarning sonini toping. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa. DNK molekulasida adenin soni berilgan. 3125 ta. Biz aytdik hozir, timin bilan bir xil bo'ladi. Bu degani timin ham 3125 ta, demak bu timinga ham teng bo'ladi. Bunaqa javobimiz A javobda turibdi. Demak, 3-chi testimizning javobi A ekan. 4-chi testimizga o'tamiz. 4-chi test birinchisi. 560 ta nukleotiddan tashkil topgan DNKning uzunligini toping deyapti. Uzunlikni topishda biz bilamizki, qo'shni nukleotidlar orasi 0.34 nanometr, chunki bunda nanometrda so'ralyapti. Ko'pincha nanometrda so'raydi, lekin ba'zan angstrom o'lchov birligida ham so'raydi. Unda so'rasa, demak 3.4 angstromda olamiz. Lekin bizda nanometr so'rayapti. Demak, 560 ta nukleotiddan iborat DNKning uzunligi deyapti. Shuncha nukleotid bor ekan, biz buni 2 ga bo'lib yuboramiz. Nimaga deyilganda, chunki DNKni uzunligini o'lchayotganda biz doim bitta zanjirni hisobga olamiz. Bizda nukleotidlar ikkita zanjirda berilgan bo'ladi. Xuddi narvonni uzunligini o'lchayotganimizda, demak bitta bir tomoni o'lchanadi. O'sha tomon ikkinchi tomon ham o'sha bilan teng bo'lgani uchun DNK ham shunaqa. Bitta zanjiri hisobga olinadi. Demak, bu ikkita zanjirdagi nukleotid, bitta zanjirda esa o'z-o'zidan kelib chiqadiki,
280 ta nukleotid kelib chiqadi. 280 ta nukleotid bor ekan bitta zanjirida va buni biz ko'paytiramiz 0.34 nanometrga ko'paytirsak javob chiqadi bizda. Demak, 280 ni ko'paytiramiz 0.34 ga 95.2 nanometr uzunlikda ekan deymiz. Bunaqa javobimiz C javobda turibdi ekan. C javobda turibdi ekan. Biz aynan bugun vaqtdan foydalangan holda, ya'ni vaqtimiz kamligi uchun, cheklanganligi uchun kalkulyatordan foydalanyapmiz, lekin imkon qadar kalkulyatorsiz ishlashga harakat qiling. Albatta test sinovlarida kalkulyatorga ruxsat berilmaydi, buni bilamiz. Va 5-testimizga o'tamiz. 5-testimizda demak birinchisi DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi, bizga endi uzunligi berilgan 108.8 nanometr. DNK molekulasining nukleotidlar orasidagi masofani berilgan 0.34 nanometr, buni bilamiz. Ushbu DNK fragmentida nechta nukleotid bor deyapti. Demak, 5-testi birinchisi. Bizga uzunlik berilgan 108.8 nanometr. Biz buni endi nechga bo'lib yuboramiz? Uzunlikni topayotganda 0.34 ga bitta zanjirni ko'paytirdik. Endi bizga uzunlik berilgan, xuddi shu teskari holatda ketamiz. Demak, buni 0.34 ga bo'lib yuboramiz. Demak, 108.8 ni bo'lib yuboramiz 0.34 ga. 320 chiqadi. 320. Tabiiyki bu bitta zanjiri kelib chiqdi. Bizda nukleotidlar soni toping desa doim ikkita zanjir topiladi. Demak, ko'paytiramiz 2 ga, ikkita zanjirga ko'paytirsak 640 degan javobimiz chiqadi. 640 bu C javobda turibdi ekan. Xo'p, 6-testimizga o'tamiz. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi berilgan yana 122.4 nanometr. DNK molekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofani berilgan va DNK ni massasi berilgan, so'ralyapti bizda. Bitta nukleotidning massasini bilamiz, 345 daltonga teng bo'ladi. Demak, yodlash ham oson. 3, 4, 5 raqamni yodlab oling. Bitta nukleotidning massasi. Xo'p, bu yerda endi uzunlikdan nukleotidlarni topib olamiz. Xuddi shunaqa ketiladi. Bu ham 6 ni birinchisi. Demak, 122.4 nanometrni bo'lib yuboramiz 0.34 nanometrga. Javobimiz demak 22.4 ni bo'lamiz 0.34 ga. 360 raqami kelib chiqadi. 360. Demak, bu bitta zanjir kelib chiqadi, buni bilamiz. Ikkita zanjirga ko'paytirsak agar, xo'p, 720 soni kelib chiqdi. Shuni endi ko'paytiramiz 345 ga. Uzunligini topishda bitta zanjir hisobga olinadi, lekin og'irligini topishda bitta zanjir emas, ikkala zanjir ham hisobga olinadi, buni bilamiz. Demak, 720 ni ko'paytiramiz 345 ga. Javobimiz 248.400. 248.400 degan javobimiz kelib chiqargan. Bu A javobda turibdi ekan. A javob. Xo'p, 7-testimizning birinchisi. 7-testimizning birinchisida DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi berilgan yana. DNK molekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofa ham berilgan 0.34 nanometr bilamiz. Umumiy nukleotidlarning 20% ni timin tashkil etsa, DNKdagi guanin va sitozin nukleotidlar sonini yig'indisini toping deyapti. Demak, birinchi qiladigan ishimiz 54.4 nanometr uzunlikdagi DNKni bo'lamiz 0.34 ga. 54.4 nanometrni bo'ldik 34 ga, 0.34 ga 160 bitta zanjiri kelib chiqdi. Demak, ikkita zanjirda o'z-o'zidan
320 ta nukleotid bor ekan. O'sha jami nukleotidni 100% olamiz. Mana shu jami nukleotidning 20%ni proporsiya qilamiz. Buni bilamiz. 20% demak DNKni bitta namunaviy nimasini yozib olamiz. Adenin, timin, guanin, sitozin, bular 3 ta bor, bitta bor. Adenin deyapti 20% tashkil qiladi. Jami DNKmizda 320 ta nukleotidlar borligini bildik. Demak 20%ni topib olamiz. 320 ni 0,2 ga ko'paytirsak 64 o'zidan 64 ta bu. Demak ikkalasini qo'shib mana undan ayiradigan bo'lsak bu ikkalasiga qoladi. 128 chiqadi mana 128 ni 320 dan ayirib yuborsak demak kelib chiqadi 320 minus 128 192 ni 2 ga bo'lib yuborsak 96 ta demak guanin bor ekan, 96 ta sitozin bor ekan. Bizda guanin bilan sitozinning yig'indisini toping deyapti. Guanin bilan sitozinning yig'indisi qancha deganligi uchun 96 192 degan javobimiz kelib chiqadi. Bu qaysi javobda turibdi? C javobda turibdi. Yo'q, B javobda turibdi ekan. 7-test birinchisi B javobda turibdi ekan. Xo'p, 8-testimiz. 8-testi birinchisi demak bu ham bo'ldi. 8-test birinchisi. Agar informatsion RNK molekulasida 60 ta uratsil bo'lib, ular umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, shu informatsion RNK sintezlangan DNK molekulasining uzunligini toping. Demak, bizda informatsion RNK shu informatsion RNKni sintezlagan DNKning uzunligini toping deyapti. Bitta ma'lumotni aytib o'tamiz, albatta bilasiz buni. DNK bilan RNKning uzunligi bir xil bo'ladi. Siz RNKning uzunligini topsangiz ham o'sha DNKning uzunligi bilan bir xil. DNKning uzunligi qancha bo'lsa, o'shancha uzunlikda demak informatsion RNK sintezlanadi agar to'liq sintezlangan bo'lsa. Xo'p, boshlaymiz. 8 ning birinchisi. Demak, yozib olaylik. Adenin, guanin, sitozin, uratsil. Bu informatsion RNK deylik. Mana shu DNKdan sintezlangan adenin, guanin, sitozin, timin, adenin, guanin, sitozin, timin. Xo'p. Ana endi aytayaptiki, uratsil 60 dona deyapti. Mana 60 dona, bu o'zidan bu ham 60 dona, bu ham 60 dona. Bu bizga kerak bo'lmasligi ham mumkin hozircha. Yozib qo'ydik. Shu uratsil 20% ni tashkil qiladi. Keling, informatsion RNKda deyapti, bu RNKmiz. 60 tamiz 20% ni tashkil qilyapti. Demak, 100% ni topib olsak, o'z-o'zidan javobimiz 300 kelib chiqadi. 300 ta nukleotid bor edi dastlab. O'sha 300 RNKda buni 2 ga bo'lib olmaymiz, chunki RNK o'zi bitta zanjir. Shundoq 0 ko'paytiramiz, 0.34 ga javobimiz kelib chiqadi. 300 ni ko'paytiramiz 0.34 ga. 102 nanometr kelib chiqadi. Endi bu informatsion RNKning uzunligi to'g'ri, lekin biz boshida aytib o'tdikki, DNKning uzunligi ham bu bilan bir xil bo'ladi. O'z-o'zidan DNK ham 102 nanometr uzunlikda ekan. Bu javobimiz B javobda turibdi ekan. B javob. Hop, 9-testi birinchisi. DNK fragmentida 800 ta dezoksiriboza bor. DNK fragmenti uzunligini angstremda aniqlang. Angstrem o'lchov birligida aniqlang deyapti. Bu yerda DNKda dezoksiriboza soni berilsa, biz bemalol nukleotidlar soni bilan bir xil deb olsak bo'ladi. Sababi bitta nukleotid tarkibida bir dona dezoksiriboza bor.
DNKda bir dona azot asosi bor, yo adenin yo guanin yo sitozin va bir dona fosfat kislota qoldig'i bor. Bu degani xohlasak fosfat kislota qoldig'i, xohlasak mana shu uglevod ya'ni dezoksiriboza, xohlasak nukleotid soni berilsin, hammasi soni bir xil. Demak, bu dezoksiribozani sonini 800 ta deyapti, nukleotid soni 800 ta deb olsak bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan 8 ta nukleotid bo'lsa, bu DNKda 2 ga bo'lib olamiz, chunki uzunlikni topishda bitta zanjir hisobga olinadi. 400 kelib chiqadi. 400 ni 0.34 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 400 ko'paytiramiz 0.34 ga, javobimiz 136 nanometr uzunlikda bo'ladi. Bu javobimiz nanometrda uzr so'raymiz. Agar angstremda bo'ladigan bo'lsa, demak 3.4 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Ya'ni buni 10 ga bo'lib olsak ham javob chiqadi. Ya'ni 1360 angstrem yoki 400 ni ko'paytiramiz 3.4 ga baribir ham demak 400 ni 3.4 ga ko'paytirsak 1360 xuddi shu javob chiqadi. Bu javobimiz D javobda turibdi ekan. Demak, D javob. Va 10-testimiz. DNKda purin asosi soni 50 ta bo'lsa, shu DNKdagi pentozalar sonini toping. Qarang, purin asosi 50 ta. Yana Chargaff qoidasiga qaytamiz. Chargaffning birinchi qoidasi nima degan? Birinchi qoidasi adeninlar soni timinlar soniga, guaninlar soni sitozinlar soniga teng kelgan. Ikkinchi qoidasida purinlar soni pirimidinlar soniga teng, DNK molekulasida. Va uchinchi qoidasi adenin bilan sitozinning yig'indisi guanin bilan timinning yig'indisiga teng degan. Demak, purinlar soni 50 ta degani pirimidin ham bor. DNKda albatta purin bormi? Pirimidin ham bor. Chunki purinning komplementari pirimidin hisoblanadi. Demak, 10-testimizda birinchisi purin 50 ta degani pirimidin ham xuddi shuncha sonda bor, shuncha miqdorda bor va jami 100 ta nukleotid bor degani. Bizdan pentoza sonini so'rayapti. Pentoza tabiiyki bu dezoksiriboza hisoblanadi, ya'ni uglevod. Uglevod ham o'z-o'zidan nechta bo'ladi? 100 ta degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu javobimiz B javobda turibdi ekan. Xo'p, 11-testimizga o'tamiz. Agar DNK tarkibida 378 ta fosfodifir bog' bo'lsa, shu DNKning uzunligini toping. Demak, bizda 11-testda birinchisi fosfodifir bog' berilgan 378 ta. Biz bitta qoidani bilamizki, fosfodifir bog'lar soni jami nukleotidlar sonidan doimiy DNK molekulasida 2 donaga kam bo'ladi. Demak, bunga 2 raqamini, 2 donani qo'shib beradigan bo'lsak, jami nukleotidlar soni 380 ta kelib chiqadi. Endi nukleotidlar soniga o'tib oldik mana. Chunki bizda fosfodifir bog' edi oldin. Nimaga nukleotidlar soniga o'tib oldik? Uzunlikni topishda nukleotidlarning bitta zanjirini, ya'ni DNKni 190 deb chiqadi. 190 ta bitta zanjirdagi nukleotid, buni ko'paytiramiz 0.34 raqamga. Demak, 190 ni ko'paytiramiz 0.34 ga 64.6 nanometr. Agar nanometrda so'rayotgan bo'lsa, to'g'ri. D javobda turibdi ekan bu javobimiz. 12-testimizga o'tamiz. Agar DNKning uzunligi 76.5 nanometr bo'lsa, ushbu DNK tarkibidagi fosfodifir bog'lar sonini toping. Endi uzunlikni berib turib, fosfodifir bog'larni toping deyapti. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi endi. Bizga uzunlik berilgan. Demak, 12-testimizda birinchisi deylik. 76.5
5 nanometr uzunlik berilgan. Bulvaramiz 0,34 ga. Demak 76,5 bo'lamiz 0,34 ga. 225 bu bitta zanjiri 2 ga ko'paytirib yuborsak 450 ta jami nukleotid DNKda kelib chiqadi. Lekin bizga uzunligini toping deyotgan fosfodifir bog'larini toping deyapti menimcha. Ikkini shunday ayirib yuboramiz. 448 degan javob kelib chiqadi bizda. Bu javobimiz A javobda turibdi ekan. Va 13-testimizga o'tamiz. 13-testimizni birinchisi. DNKning bir zanjirida 100 bitta zanjir berilgan, e'tibor beramiz. 199 ta fosfodifir bog' mavjud. Adenin nukleotidlar umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil etadi. DNKdagi guaninlar sonini toping. Demak, biz doim DNKda fosfodifir bog' berilgan bo'lsa 2 ni qo'shib yuborardik. Qo'shamiz ham, bu qoida bor, to'g'ri. Lekin bu yerda bizga bitta zanjiri berilganligi uchun bunga 1 ni qo'shamiz. 200 chiqadi. Bu bitta zanjirdagi nukleotid 2 ga ko'paytirsak, ikkita zanjirda 400 ta nukleotid bor deyapti. O'sha 400 ta nukleotidni 30% adenin deyapti. O'z-o'zidan 70% qolganiga qoladi. Ya'ni keling yozib olamiz bittadan. Adenin, timin, guanin, sitozin. Agar mana u 30% bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan bu ham 30% mi? 60% bo'ladi ikkalasi, 40% bularga 20% dan qolyapti mana. 20% dan qolyapti. Biz shundoq guaninlar sonini so'rayotganligi uchun 400 ta nukleotidimizni 100% qilib turib 20% ni guanin, 20% ni topadigan bo'lsak, demak 80 ta nukleotid kelib chiqadi. Demak, guanin 80 ta ekan, A javobda turibdi mana. A javob. Va 14-testimiz. 14-testimiz birinchisi demak. Nukleotidlar ketma-ketligi berilgan. Birinchi va ikkinchi zanjir shu fragmentdagi demak sitozin va guanin o'rtasidagi vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Keling yozib olamiz. Demak 14 adenin, timin, guanin, sitozin, guanin, sitozin, sitozin, guanin, timin, sitozin, adenin, guanin, timin, timin, adenin, guanin, timin, adenin. O'z-o'zidan buni komplementari bizga o'zi ikkinchi zanjiri shart emas. Nimaga deyilganda, o'sha bitta zanjirdagi buni topish uchun bitta zanjirdagi guanin, sitozinlar sonini shundoq sanab turib, ular orasidagi bog' 3 tadan bo'ladi. Shundoq 3 ga ko'paytirib yuborsak javobimiz chiqadi o'zi mana. Bizdan guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog' so'ralyapti. Bu demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta demak jami guanin bilan sitozinimiz bor. Bu degani 9 ga ko'paytiramiz 3 ga 27 ta degan javobimiz kelib chiqadi. Bu javob B javobda turibdi ekan. Nimaga ikkinchi zanjirni yozmadik? Biz faqat guaninni yoki faqat sitozinni topib 3 ga ko'paytirishimiz kerak edi demoqchi bo'lsangiz, bu gapingiz ham to'g'ri o'zi. Faqat qarang. Bu tomonda nechta guanin bo'lsa, nechta sitozin bo'lsa, u tomonda shuncha guanin bormi? Yo bu tomonda nechta guanin bo'lsa, narigi tomonda shuncha sitozin bormi? Ikkala zanjirda demak, xullas bir xil bo'ladi hozir. Bu zanjirdagi guaninlar ham demak, ikkalasi bu zanjir bilan bu zanjirni qo'shib yuborsak ham 9 ta guanin kelib chiqadi yoki 9 ta sitozin kelib chiqadi. Bu to'g'ri javob bo'ladi xullas. B javobimiz to'g'ri ekan. Va 15-testimiz. 15-testimiz mana.
DNK fragmentida 10 ta adenin va 20 ta sitozin mavjud bo'lsa, DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping. Bizda DNKmiz bor: adenin, timin, guanin, sitozin. Guanin bilan sitozin orasida 3 ta, adenin bilan timinda 2 ta vodorod bog' bor. Xo'p, endi adeninlar soni 10 ta deyapti. Sitozinlar soni 20 ta deyapti. Xo'p, o'z-o'zidan guanin ham 20 ta bo'ladi, bu ham 10 ta bo'ladi. Bizda vodorod bog'ini toping deyapti. Aslida bular shart emas edi, lekin biz tushunishimiz uchun qarang. Doim vodorod bog'ini topishda yo adenin yo timinni o'zini 2 ga ko'paytirib yuboramiz, yo guanin yo sitozinni o'zini 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak, sitozin 20 ta 3 ga ko'paytirsak 60 ta, 10 ta 2 ga ko'paytirib yuborsak 20 ta, jami 80 ta degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. 80 ta javobimiz C javobda turibdi ekan. Jami vodorod bog'lar sonini topishning yana bitta usuli bor albatta. Shunaqa qoida bor, yodlab olamiz u qoidani. Jami nukleotidlar, DNKdagi jami umumiy nukleotidlar soniga yo guaninlar sonini yoki sitozinlar sonini qo'shib beradigan bo'lsak, bizga jami vodorod bog' soni kelib chiqadi. Mana shu qoidani yodlab olsangiz, sizga juda ko'p foyda beradi bu qoida. Demak, ikkinchi usul ham bor ekan hozir bizda. Demak, jami nukleotidimiz 60 ta edi, to'g'rimi? Yo guanin yo sitozinni qo'shib bersa 20 ni, o'z-o'zidan 80 ta vodorod bog' kelib chiqyapti. Demak, bu usul ham bor ekan. 16-masalaga o'tamiz. DNK qo'shish zanjirida 500 ta vodorod bog'i va 20 ta adenin borligi ma'lum bo'lsa, vodorod bog'larining necha foizi adenin va timin orasida joylashgan bo'ladi? Qarang. Demak, 16-masalamizning birinchisi. DNK qo'shish zanjirida 500 ta vodorod bog'i bor ekan. Yozib qo'yamiz bu ma'lumotni. Demak, vodorod bog'imiz 500 ta ekan. Adenin 20 ta. Xo'p. DNK namunasini chizib olamiz. Adenin, timin, guanin, sitozin 3 ta bog' bor, 2 ta bog' bor. 20 ta adenin, 20 ta demak sitozin. Vodorod bog'larining necha foizi adenin va timin o'rtasida? Demak, 20 ni 2 ga ko'paytirib yuboramiz, to'g'rimi? Chunki ikkita vodorod bog' bor, 40 ta kelib chiqadi. Bizda jam vodorod bog'imiz 500 tamidi, 100% qo'yib olamiz. Va 40 ta necha foiz tashkil etadi deydigan bo'lsak, adashmasam 8% bo'ladi. 8% ni kelib chiqadi. Keling, ishonch hosil qilish uchun buni to'g'ri 8% chiqadi. Bu javobimiz C javobda turibdi ekan.